Shoshilinch xabar. Taniqli aktyor Farhod Abdullayev haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev YouTube'dagi podkastlarning birida mehmon bo'lib, bugungi kunda o'zini qiynayotgan fikrlar va jamiyatda mavjud bo'lgan muammolar haqida gapirib berdi. San'atda har xil soha vakillari faoliyat yuritadi. Misol uchun, ko'pincha aktyorlarni qo'shiqchilar bilan bir qatorda ko'rib, artist deyishadi. Men bunday deyishni xohlamayman. Aktyor va xonandalarning darajasini ajratish kerak. Hofizlar xafa bo'lishmasin-u, aktyorlarning intellekti xonandalarnikidan baland. Ular tezroq ashula qilib, elga tanilib, kimgadir bergan 3-4 so'm pulini chiqarish harakatida yuradi. Ularning turmush tarzi shunaqa aslida. Biz aktyorlar ularga nisbatan kengroq fikrlaymiz va kitob o'qiymiz. Eng o'qimaydigan aktyor ham yiliga taxminan 20 tacha kitob o'qiydi. Chunki teatrga pyesa olib kelinadi, o'qiladi, muhokama qilinadi. Har bir pyesa bitta kitob degani. Aktyorlar orasida ham kitob o'qimaydiganlari bo'ladi, lekin shular ham hech bo'lmaganda pyesalar o'qiydi. Aytayotganlarim teatrning haqiqiy professional aktyorlari haqidagi mulohazalar. Bu yerda qo'shimcha adabiyotlarni o'qiydiganlar yo'q emas. Bu ularning fikrlashidan bilinadi. Shunday ekan, xonandalik va aktyorlik ikki alohida soha. Bu ikkisini qo'shib bitta nom bilan san'atkor deb atashadi. Bir fikrim bor, alohida soha vakillarini qo'shib unvonlar berishadi. Yo bu unvonni ajratish kerak yoki yana bitta unvon qo'shish kerak. Bu degani O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz degani. O'shanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz O'zbekiston xalq hofizi bo'ladi. Aktyorlar esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston xalq artisti bo'lishadi. Shunda har ikkisi bir-biriga aralashmaydi. Onam rahmatlining buni tushunganlariga qoyil qolaman. Avvallari onamni artistning onasi deyishsa, mening o'g'lim aktyor der edi, deydi aktyor. Sobiq ittifoq davrida Leninning partiya a'zolarining rolini o'ynagan odamlar albatta SSSR xalq artistlari bo'lishgan. Lekin G'ani A'zamov, Obid Yunusov aktyorlar aslida gastrol spektakllar qo'yib teatrni boqqan. Lekin bular uncha e'tiborga olinmagan. Hatto ota-onalarimiz ham komik obrazlardan ko'ra ijodiy rollarni, masalan, raykom, partkomlarni o'ynasangchi deyishardi. Aslida esa komik janrda ijod qiluvchi aktyorlar ko'ngli bo'sh va juda aqlli bo'ladi. Misol uchun, o'zim rejissyorlik, aktyorlik Nikulin bilan gaplashib, kitoblarini ham o'qiganman. Obid Yunusov bilan suhbatlashganman. Obid Asomov bilan dunyoning gurungi haqida suhbatlashganman. U inson ham hayotda umuman boshqacha odam bo'lgan. Ammo katta, tragedik, gavdali, lekin fikri yo'q aktyorlar ham bor. Ularning gavdasi katta-yu, fikri kichik. Fikri yo'q insonning mehri ham yo'q. Fikr qachon paydo bo'ladi? Bir narsani kerib, mehringiz tushsa, keyin nega bu bunday degan savolni sizni fikr qilishga undaydi. Voqelikni ko'rmasdan, fikrlamasdan o'tib ketaversangiz, qayerdan faylasuf bo'lasiz? Oldinlari partiya yig'ilish tadbirlarida so'zga chiqish kerak deyishsa, o'zini alohida statusga ega Soyib Xo'jayev, G'ani A'zamov, Shukur Burxonov yoki Olim Xo'jayevlarning yuborishmasdan Leninning rolini o'ynaganlarni yuborishardi. Misol uchun, hozir ham teatrda o'roqda yo'q, mashoqda yo'q bir aktyor prezident bilan uchrashuvda paydo bo'lib qoladi. Uning o'rniga fikrlaydigan odamni yuborishsa, o'tirganlari uning nutqidan zavq oladi. Chunki u gapirishni biladi. Ana o'shanda u ko'pchilikka aktyorlar yaxshi fikrlar ekan degan xulosada bo'ladi. Bularni aytishimdan maqsad, aktyorlar ham yaxshi fikrlar ekan, ular ham hisoblashishi kerak ekan degan ma'noga olib kelish, deydi Farhod Abdullayev. Farhod Abdullayev meni teatrdagi ko'p holatlar qiynaydi. Masalan, shulardan biri, bir aktyor teatrga telefon orqali kelib qoldi.
qo'lidan hech narsa kelmaydi. Agar uning o'rniga operatorga rol berilsa, undan yaxshi qilib o'ynab beradi. Ammo anavi aktyor institutni tugatgan, davlat unga pul to'lagan, lekin hech kim unga kontraktni buzib, siz teatrga noloyiqsiz deb aytolmaydi. Chunki u yana qo'ng'iroq qiladi. Shu bola mana mag'rur yuribdi. Eng qizig'i bu haqida gapirib, noto'g'riligini, uning yurishi yoshlarga ham ta'sir qilishini aytganimda, kattalardan faqat Rixso opa munosabat bildirdi. Qolganlar jim o'tirishdi. Jim bo'lishlari ham mayli. Chiqqandan keyin unga hammasi joyida, yuraver deb qo'yishadi. Ana undan keyin u bola albatta men to'g'ri yo'lda ekanman deb o'ylaydi, deydi aktyor. Meni eng ko'p befarq odamlar qiynaydi. Eng yomoni ham insonlarning yon atrofga nisbatan befarq bo'lishidir. Keladi, ishini bitirib jim ketadi. Teatrni, uning ertasi nima bo'lishi umuman o'ylatmaydi. Teatr haqida ikki og'iz gapiring deyishsa, na yaxshi, na yomon gap ayta oladi. Aslida yoshi, tajribasini hisobga olganda, hozir ularning gapiradigan vaqti. Shu kabi odamlarni tushunmayman. Jim kelib, jim o'tirgandan ko'ra, hech bo'lmaganda o'zi ishi haqida ijobiy gap aytsin. Hamma sohaga o'z fidoyilari kerak. Xuddi shunday teatrga uning ertasini o'ylaydigan, qayg'uradigan fidoyi aktyorlar kerak, deydi Abdullayev. Hozir hamma o'zini o'ylaydi. Nima uchun shu paytga kelib jadidsirab qoldik? Hammamiz jadidlar kerak bizga deymiz. Nima uchun? Chunki o'zini o'ylaydiganlar ko'payib ketdi. Hamma o'zini o'ylaydi. Jadidlarning eng katta kuchi, ularning hammasi o'ziga to'q insonlar bo'lgan. Tirikchiligini qilib, indamay yursa bo'ladigan vaziyatda ular xalqni o'ylab, gazeta chiqaray, teatr quray, maktab ochay, bolalarni o'qitib, millatni ko'taray deb jonini fido qilgan, deydi teatr hamda kino aktyori Farhod Abdullayev o'zining bergan intervyusida.